Assalomu alaykum qadrli TV ishqibozlari. Bugun ko'pchilik so'ragan uyum uchun drabilkalarda mana 1 2 3 4 5 6 xil. Bu yerda 6 xil markaligini siz uchun maxsus olib keldik. Bir-biridan farqlarni tushuntirib, qancha emish maydalaydi, soatiga qancha, motori qanday, alyumin, mis, bir-biridan farqlarni va olayotgan vaqtingiz qayerlarga qarab olishligingiz kerakligini sizlarga to'liq tushuntirib o'tamiz. Bunday bo'lsa, biz boshladik. Bizning manzilimiz videoni avvaldan tushuntiramiz. Toshkent shahri Ark Block bozorida joylashgan. Bu yerda ko'proq turdagi qishloq xo'jaligi uchun kerak bo'lgan motobloglaringiz, gushenitsalaringiz, yana undan tashqari drabilkalarimiz mavjud. Bunday bo'lsa, bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu bizda prosta tak mehnatimizni sizlar qadrlayotganliklaringizni bilintiradi xalqim. Bunday bo'lsa, boshladik. Bu drabilkamiz hamma avvaldan ishlatib kelgan oddiy uy xo'jaliklari uchun mo'ljallangan oddiy drabilkamiz. Bu drabilkamiz Xitoyda ishlab chiqariladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 ming so'm. Motori 5,5 kilovatlik katta motorlardan qo'yilgan. Bu asosan hech kim aytolmaydi sizga, masalan, soatiga muncha chiqaradi, bana muncha, hech kim buni hisoblamagan. Oldindan aytay. Masalan, mana katta lenta ishda ham xuddi shunday. Hech kim sizga soatiga muncha chiqaradi, minutiga muncha chiqaradi desa ishonib qolmaysizlar. Bu yolg'on narsa. Haqiqat, ro'y rost, hech kim hisoblamagan. Buni soatiga muncha chiqarish, motorni aytishimiz mumkin. Motor muncha kilovat tishini aytishimiz mumkin, tishi muncha. Lekin hech kim hisoblab ko'rmagan. Shuning uchun sizga ro'y rost aytaman, hech kimga ishonib o'tirmaysizlar. Soatiga muncha chiqaradi desa, u zo'r ekan degan gap emas. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 ming so'mdan qilib beramiz. Meni prosta uyim bor, uy xo'jaligim uchun don mahsulotlari, qo'ya mahsulotlarini maydalash uchun mo'ljallangan bu Xitoyda ishlab chiqarilgan modeli. Mana hozir sizlarga Qo'qon modelini ko'rsataman. Hozir bu Qo'qon modeli. Qo'qonda ishlab chiqariladi. Hamma ishlatgan, sifati yaxshi chiqqan. Kim ishlatgan bo'lsa, bironta kishi Xudoga shukr qilamiz, yomon deb aytmadi. Yaxshi chiqqan. Xuddi shuni hozirgi vaqtda Xitoy modeli bu. Bu Xitoyda ishlab chiqariladigan modeli hisoblanadi. Bunga don, qo'ya tashaysizmi? Hamma narsani maydalab tashlayveradi. Qo'qon modelidan farqli o'laroq ko'pchilik Qo'qon modelidan qo'rqardi, chunki bu Qo'qon qo'lda ishlab chiqariladi. Ko'pchilik mana tishlaridan qo'rqishardi. Mana tishi manag'i nozik bo'lgani uchun ko'p vaqtlar ancha avval bilgan akalarimiz bo'ladi, yorilib ketib, har qanday insonni oyog'ini, narsani jarohatlardi. Endi bu Xitoy modeli ancha ishonchli, ancha baquvvat qilib ishlangan. Motorlari ham indikator o'chirib yoqaydiganlar ikkitalab qo'yilgan. Tokizni qancha kiryapti, qancha chiqaryapti, hammasini ko'rsatib o'tadi bu. Buni motorlariga keladigan bo'lsak, 5,5 kilovatlik katta motorlardan qo'yilgan. Bu kichkina motor emas, 5,5 katta motorlardan qo'yilgan. Komplektatsiyasiga bunday setkalari mavjud. Don maydalaysizmi, poya maydalaysizmi, bemalol maydalab beradi. Kim ishlatgan bo'lsa, o'zi biladi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizning olgan akalarimiz bir bilsa buni qanday ishlatilishini. Mobodo kim ishlatmagan bo'lsa, bir ishlatib ko'ring. Meni aytasiz, ertaga bu narsadan olib baraka topasiz. Pulingizni o'zingizni cho'ntagingizga ketadi. Bu narsani olganingizdan keyin xohlagancha don maydalang, xohlagancha poya maydalang, chiqaraveradi. Faqat ko'pchilik aytadi, motor qizib ketyapti. Motor qizib ketayotgan bo'lsa, birinchi sabab uyingizni tokiga qarang, ikkinchi sabab kabelingizga qarang. Chunki kabel kichkina bo'lgandan keyin bu asosan 220 ga ishlaydi. Bu to'liq 220 ga ishlaydi. Unda ish nagruzka bo'lgani uchun nagruzka tokni ko'proq tortadi. Shuning uchun sal e'tibor beringizlar. Meni kichkinagina xo'jalik fermam bor degan akalarimiz uchun asosan bu poya maydalaydi. Poya bu hech qanday mana unga o'xshab olib borib, managa olib kelib berib, ya tortib kirgizib ketmaydi. Bu shunday tashaysiz, yarimta poyani viz etib o'zi ichkariga kirgizib olib ketadi. Bu lentichniy deyiladi, lentichniy. Tishlari ham pechati bor mana. Tishlarida ham pechatlari bor.
kelib bemalol tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Bu shu holatda Xitoydan yig'ilgan holatda keladi. Hech qanday qo'lda bu yerda yig'ilmaydi. Xitoyda o'zida yig'ilgan keladi. Bu ham xuddi shunday. Buni ham Xitoyda yig'ilgan keladi, buni ham Xitoyda yig'ilgan holatda keladi shu holat. Bu lentishniy bo'ladi. Kichkina fermeri bor, xo'jaligim bor, bir 30-40 ta molim bor, yo 10-15 ta molim bor, qo'yim bor degan akalarimiz uchun bu juda ham zo'r narsa. Chunki deganda buni olganingizdan keyin bemalol uyingiz uchun makkalaringiz bo'lsa, sulus qilib olib qo'ysalaringiz bo'ladi qishga g'amlash uchun. Buni zo'r tarafi hech qanday mayda qilib tashiydi, katta yirik qilib chiqarmaydi. Birinchisi, tishi o'tmas bo'lib qolsa, ikkinchi tarafini qo'yib ishlataverasiz. Qarang, bu yerdan o'tdimi ezilib, bu yerdagi maydalandimi? Mana bu yerdan kelgandan keyin bu o'rtani ochib, maydalab, tishi yo'q qo'ylaringizga ham bemalol bo'lib ishlatsangiz bo'ladi. Tishi yo'q qo'ylaringizga ham buni maydalab chiqarilgan bersangiz, yeb tashlaydi. Oxirida hech qanday nushqurt qoldirmaydi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasi narxini yana bir sitraman aytib o'tib ketaman. Bunga keladigan bo'lsak, bu manoda avval chiqayotganda takomillashtirilgan varianti. Chunki bunda lentishniy, buni lentishniy. Bunga tiqib olasiz, qo'yani o'zi kirgizib, tortib kirgizib ketadi. Bunga nisbatan qulaylik tarafi, bunda po'chog'i bormi, dom bormi, sutasi bormi, tashaversangiz bo'ldi, vazillatib, maydalab tashiydi. Bunda hech qanday setka yo'q. Bu asosan poya mahsulotlari, po'choq bormi? Buni olganingizdan keyin uyingizga po'chog'ingiz bormi? Kerak bo'lsa hamma narsa uydan chiqib po'choqlar, atxotlar shunday tashlasangiz maydalab beradi. Buni ham Xitoy modeli hisoblanadi. Buni ko'pchiliklarimiz, akalarimiz bularni avval Xitoyda ko'rardi. Endi bu Toshkent shahri Arq-Buloq bozorida joylashgan do'konimizga yetib kelgan. Shoshilingizlar. Sonlari chegaralangan. Ertaga men ulgurmadim demaysizlar. Sonlari chegaralangan. Narxlariga keladigan bo'lsak, bu drabilkamiz uy xo'jaligi uchun mo'ljallangan drabilkamiz bizni qadrli obunachilarimiz uchun 4 million 300 ming ham deb o'tirmaymiz. Boringki 4 million ham demaymiz. Siz uchun, maxsus siz uchun 3 million 800 ming so'm qilib beramiz. Kelsangiz yana chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Bu lentishli drabilkamizga keladigan bo'lsak, katta lentishli drabilkamiz ko'p joyda 5,5 million sotyapti. Bu drabilkamizga keladigan bo'lsa 5,5 million sotyapti. Bizni do'konga kelib 5 million xarid qilmaysiz. 5 million emas. Boring 4 million 800 ming. Siz uchun, qadrli bizning obunachilarimiz uchun 4,5 million so'm. 4,5 million so'mga kelib, katta motorli, mis admotkali 220 da ishlaydi. Bularning hammasi 220 da ishlaydi. 380 lik yo'q. 4,5 million so'mga xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz bu drabilkamizni Qo'qon modeli, xohlasangiz Xitoy modeli kelib Toshkent shahri Arq-Buloq bozoridan xarid qilib olishingiz mumkin. 2 million 800 ming so'mga kelsangiz, yana kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Bunga keladigan bo'lsa, buni narxini aytib o'tganmiz, 2 million 200 ming so'm. Endi garantiyalariga keladigan bo'lsak, xohlasangiz o'zingiz bilan bir to'la qilib samon olib kelasizmi, sulus olib kelasizmi, olib keling. Narsa qilib ishlatib, tekshirib olib keting. Hech kim sizga bu narsaga garantiya bermaydi hech qayerda. Nima uchun deganda, sizni to'kingizga hatto o'zingiz garantiya berib javob bera olmaysiz. Shuning uchun keling, ishlatib, tekshirib, chiroyli qilib, o'zingizga ko'nglingizga yoqaydigan qilib olib keting. Akam, shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, bitta like, bitta podpiskani bosib qo'ying. Yana to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, tepada telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.